Sizlar uchun taniq variantda 06 chiqib bor. Bu toch ezasiz, o'zi ochilaveradi. Tayyor metalni ham bor. Shumka bo'lgan ponni. Ponni shumka bo'lgan. Metalga pechati ham bor. Yine nechi deysiz? Yili 84-yil ponni ashit bo'lgan. Xo'p, bering-da mana. Ba'ni o'zim olaveraman. Mana. Shu layklar bosib, do'stlaringiz jo'natib tashlaydi. Diskasi Lasetti edi o'sa kerak. FK diska. Mashina sizinasi ham FK basa, elektronikalar, bosh kelish. ular ishlatib ko'ring. Bu inamargalar ham hozir jemni ham unaqa chiqmaydi. Bular siznikida bular o'zi elektronni chiqyapti, tushyapti. Bu motori sportivniymi? Motori 213, injektor motor. 213. Bittada yuradi. Mana. Qanaqa bo'lib turibdi? Pulini aytganki, hamma bo'lishroqni aytaveradi. Qimmat aytib telefon qilishmagandan ko'ra bo'lishini aytsangiz, 2000 dan o'tib beramiz, so'rashaveradi. 2000 dan o'tib beradi. Necha pul qilishdi? 16 ni sarig'idan so'ragan akalarimiz bittalarga bosib, kommentariyani porlatib beraverasizlar 1 dan 10 gacha baho berib. Yili necha deyapsiz endi? Yili 83. Dokumentda muammo yo'q. Narxi arzon. Narxi arzon deyaptilar. Mana. Mato hadoyda umuman shu yo'lda metaniga pechati bor. Metaniga pechati ham bor ekan. Mana. Shumka bo'lmaganmi eshiklari? Bo'lgan, putlarigacha bor. Putlarigacha bor deyapsiz mana. Bunti ham baxshi istalgan, ha? Ha, shunga ham bo'lgan. Xullas, narxi 1700 deyapsizmi? 1700 deb berasizmi? Jitsa hali. 1700 yaxshi bo'lyapti deyapsiz-da. Yo'q, endi 1700 siz hamma olib bermaydi-da, chipcha o'tib beradi. Xullas, xonasiga naqd pul ham bo'lsa, chipcha o'tib beraveradilar. Ammo zo'r narx bo'ldi. Sirazi bosib olgan joyi. Like bosib qo'yinglar, do'stlaringizni jo'natib qo'yinglar, sog' bo'linglar. 11 chiqvozlar bormi? Bitta like bosib qo'yinglar. Sizlar uchun vashin pul arzon chiqib bor. Oq oldi, umuman pechat deyaptilar. Tomdan past fonni ashit bo'lgan deyaptilar. Mato hadoviga javob deyaptilar. Metaniga pechati ham bor ekan. Mana, ichlari ham tana bo'lib turibdi. Shu aybi magnitofonni o'g'irlab ketishibdi. Xullas, yaxshi bo'lib turibdi mana metallari. Metan zapaska uni hamma yo'g'i bor ekan. Like bosib do'stlaringizni jo'natib bersangiz. Yili 83-yil. Narxi va ishim o'zi. Narxi 1.5 kam bor deyapti ular. Ega boshqa qotirmendim. $1300 yo'ldirib berdi. Like bosib obuna bo'lib beringlar. 11 ishqibozlar jo'natib beringlar, sog' bo'linglar. 06 ishqibozlari bitta like bosib beringlar, pul arzon, dehqondan. Mato hadoyida umuman ish yo'q. Narxi 10 million so'm deyapmiz. Chipcha o't berimiz ham Bashim narxga 10 million sanangiz sinovimizga o'tadi. Mana. Mato hadoyida umuman shu. 10 million naqd pulingiz bo'lsa, telefon qiling mana. Mato hadoyi ishi yo'q, akamlarni ham sog'. Men hozir bitta yurgizib ko'rdim. Bittada yuryapti. Mana. Ishlar. Mana. Bittada yuryapti. Qitiq qilgan yo'q. Yili necha edi aka? Yili 77 deyaptilar. Mana Mato. Xullas, yaxshi bo'lib turibdi. Metaniga pechati ham bor deyaptilar. S8. Past raqamni qoldirib qo'yamiz, aloqa chiqaverasizlar. 10 million pullar ham bo'lsa, keyin telefon qo'yinglar, bosh qotirmanglar, sog' bo'lasizlar. 06 ishqibozlar bitta like bosib, 06 ishqibozlar jo'natib beringlar. Yili 90-yil, fonni ashit bo'lgan deyaptilar. Mana motorlar. Yaxshi bo'lib turibdi. Mato hadoyida umuman shu deyapti. Tayyor metani ham bor deyaptilar. Mana 4 yumshoq balon, hali soqollari ham ketmayapti. Mana ich holatlari. Sidinlari ham kirib bo'lib, nagar olib ketmagan, magnitofonchalari ham bor ekan. Zapaska balon, metan, tayyor shumka ham bo'lgan ekan. Tiniq qilib. Narxi 2000 deyapti ular, boshni qotirmendim. $1700 yo'ldirib berim. Past raqamdan qoldirib qo'yamiz. Kanalimizga like bosib, obuna bo'lib beringlar, sog' bo'linglar.